Jamashuydi 3 qishlog'ida 15 sotiklik uchastkamiz sotilyapti. Bu yerda razmerini aytadigan bo'lsak, eniga 23, uzunasiga 65 metrli turar joyimiz. Xo'sh, bu yerda hujjatlarda muammosi yo'q deyapti. Mana svetlar bilan qo'shnilargacha kelgan. Yonida mana qo'shnilar bor, aholi ko'chib kelib yashaydi. Ichimlik suvlari ham kelgan deyapti. Bemalol kelib bu yerda ko'rsalaring bo'laveradi, ammo zo'r joy ekan. Hozir naryoqda teraklari ham bor, ularni ham ko'rsatamiz. Mana bu yerda mana uyni oldidan ko'cha ham bo'lar ekan alohida. Yonida zakan bor, zakanning u yoqda yana yo'l. Mana shu yo'l O'zbekiston ko'chasi ekan. Bu asfaltlar bo'lgan. Hozir ularni ham ko'rsatamiz. Mana ko'chalarimiz yangi asfalt qilingan ekan. Gap yo'q. Hop, endi qarab turinglar. Bu uchastkani yana bitta yaxshi tarafi zakanda bo'yida bu yerda mana buni qo'shnilarga o'xshab turib ko'prik qilsalaring, oldlaring yana ham kengayadi, bepoyon bo'ladi. Mana zakanda u yoqda ham ko'cha, bu yoqda ham ko'cha. Yana bitta narsasi mana oldida teraklari bor ekan. Teraklarni ham beraveramiz deyapti. Mana shu uyni o'zini chegarasini boshdan oxirigacha bo'lgan joyigacha ko'cha nima, teraklari ham sizlarga o'tib ketaveradi. Bu yerda narxini bo'lishi 25 million so'mdan deyapti, sotigini. Bo'lishi 25 millionda pastda raqamlarni qoldiramiz. Agar kelib ko'ringlar, lokatsiyasini ham tashab qo'yaman, xudo xolos Telegram kanalga. Kelib ko'ringlar, ma'qul kelsa, kelishi bemalol olsalang bo'laveradi. Hujjatlarda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mana uyda o'zini yarmini bo'lib beriladi, xudo xolasa. Pulini 100% sanashda mana shu mediatsiya qilib olinsa bo'laveradi. Ya'ni qonuniy tarzda bitirib olsalaring ham bo'laveradi. Bu videoni mana shu Uychi qishlog'idan uchastka qidirgan yaqinlarga jo'natib berasizlar. Sog' bo'linglar.